Assalomu alaykum hurmatli asrorchilar. Arpitek korxonasi navbatdagi yengillikni sizga taqdim qiladi. Ya'ni bu yangi mahsulotimiz asalni qayta ishlovchi, asaldan krem asal tayyorlovchi va asalni eritish uchun paytning o'zida ham krem tayyorlaydi, ham asalni eritib berish imkoniyatiga ega bo'lgan nimamiz. Bu kremovalka Listen kompaniyasini texnologiyasi asosida Listen kompaniyasida ishlab chiqarilgan kremovalkani analogida ishlab chiqarildi. Ya'ni texnologiyalari, ishlash prinsiplari mana bu joyda bunaqadan boshlaymiz. Demak, aralashtiruvchi parraklarining uklonlari hammasi Listen kompaniyasidan olindi. Turgan holati maksimal tezligi 50 va o'sha tabimizga qarab turib kremni tayyorlanishini jarayonni boshqarishda, misol uchun, demak, tushirib ko'tarish imkoniyatimiz mavjud. Demak, qizdirish, asalni qizdirish tizimi ham ma'lum bir harorat boshqariladi. Hozir bu joyda 60 gradusgacha harorat ko'tarish mumkin, lekin aslida 60 mayda. Demak, 45-50 gradusga qo'yilsa, o'shani o'zi nima? Demak, asalni eritish jarayonida ham mana shu aralashtiruvchi mexanizmdan foydalanadi. Ya'ni bu asalni devorga tegib turgan qismi kuyishini oldini oladi va o'sha yo'nqistimizning ichidagi asalni hamma joydagi haroratda bir xil darajada erishi va bir xil erishini ta'minlab beradigan qurilma. Buni narxiga keladigan bo'lsak, $1200 narxlandi. Buni xorijdan kirib keluvchi analoglarga e'tibor beradigan bo'lsak, teng barobar qimmat bo'lishi, ya'ni $3000 gacha asal sig'imi 130 kilogramm atrofida bo'ladi, taxminan. O'lchab ko'rganimizda. Demak, mahsulotimiz bemalol xorijiy korxonalarda ishlab chiqarilgan brend mahsulotlardan hech qanaqa kam joyi yo'q. Xusus shu oziq-ovqat mahsulotlari uchun mo'ljallangan 304 markadagi nержавейка ishlatilgan har bilan kontakt qiluvchi mexanizmida agar e'tibor beriladigan bo'lsa, eng tagidagi nimaga vtulkasiga ebonit material ishlatilgan. Bu ebonit, ya'ni ikkita metalli, ko'pchilik plastik deb o'ylashi mumkin, yo'q, plastik emas, juda ham mustahkam bo'lgan material, ya'ni oziq-ovqat sanoatida ishlatiladigan mahsulot. Bu to'liq o'sha jahon standartlariga javob beruvchi, javob berish nimasida ishlab chiqarildi. Hurmatli asrorchilar, quyidagi havola orqali Telegram kanalimizga yoki bo'lmasa Instagram sahifamizga obuna bo'lishingiz mumkin. Undan keyin o'sha yana yangilik Instagram sahifamizni ham yuritishni boshlaymiz. Mahsulotlarimiz manzur bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar.